Assalomu alaykum hammaga. Bugun sizlar bilan juda ommalashgan, lekin ko'pchilik qiynaladigan mavzuni o'tmoqchiman. Ya'ni zamonlarning birinchisini o'tib tushuntirib bermoqchiman. Osonroq va tushunarliroq yo'lda tushuntirishga harakat qilaman. Demak, present simple. Faqat present simple demasak-da, gap strukturasi deb qo'ysak mavzumiz yana ham aniqroq bo'ladi. Gap strukturasi. Xo'p, buni tushuntirishdan oldin ona tilini eslatib o'tmoqchiman. Ona tilda gap bo'laklari degan mavzu bor, to'g'rimi? Gap bo'laklari. Bitta gap bo'lsa, o'sha gapning ichidagi so'zlar o'zining asosiy vazifasiga ega va bu vazifalarni olgan so'zlar gap bo'laklari deb aytiladi, to'g'rimi? Gap bo'laklari deb nomlanadi. Demak, bitta so'zdagi bitta gapda bir nechta so'zlar bo'ladi va bu so'zlarning o'zining alohida vazifalari bo'ladi. Bu esa gap bo'laklari deyiladi. Gapda so'zlarning vazifasi gap bo'laklari hisoblanar ekan. Xo'p, ingliz tilida gapni qanday tuzamiz? Ya'ni gap strukturasi qanaqa bo'ladi? Biz shu paytgacha strukturalar o'tganmiz, har xil strukturalar o'tdik va ularning hammasini jamlaydigan gap bo'laklarini o'tmoqchiman bugun. Gap tuzishni o'tmoqchiman. Xo'p, unda boshladik. Birinchi navbatda gap strukturasini, umuman bitta gapni shakllantirmoqchi bo'lsak, albatta harakatni topishimiz kerak bo'lar ekan. Ya'ni kesim. Gapning kesimi bu gapning markazi hisoblanadi. Biz kesimga qarab boshqa gap bo'laklarini topa olar ekanmiz. Qaytaraman, gapning kesimi bu gapning markazi hisoblanadi. Xo'p, biz yaqinda o'tgan mavzuni olaylik. Misol uchun have has mavzusini o'tdik. Ya'ni bor bo'lmoq. Have so'zini o'zi aslida gapning nimasi ekan? Kesimi hisoblanar ekan. Xo'p, gap strukturasini, ya'ni gap tuzishdan oldin biz gapning kesimini topib olar ekanmiz. Gap kesimi topilgandan keyin shu kesimga qarab, ya'ni kesimga savol berib, gapni boshqa gap bo'laklarini, ya'ni boshqa so'zlarini joy-joyiga qo'yib olsak bo'lar ekan. Xo'p, gapda bo'lishi mumkin kim, nima, qayerda, qachon, qanday so'roqlariga javob bo'ladigan so'zlar qatnashadi. Qaytaraman, kim, nima, let's say nima bo'lishi mumkin yoki nimani qo'shimchalari bo'ladi. Nimaga, nima uchun, nima bilan yoki kim bilan farqi yo'q, ya'ni to'ldiruvchi. Qayerda, qachon va qanday so'roqlariga javob bo'ladigan so'zlar ishlatilishi kerak. Xo'p, endi biz oldin o'tgan gapimizni tuzib ko'ramiz. Demak, have bor bo'lmoq so'zi o'zi bitta gapning kesimi. Ya'ni kesimni o'zi nima qilmoq so'rog'iga javob bo'ladi, to'g'rimi? Nima qilmoq, ya'ni have bor bo'lmoq. Ana endi o'sha kesimga, ya'ni gapdagi harakatga so'roq beramiz. Kimda bor? Ya'ni kimda bor? Unday deydigan bo'lsak, o'sha so'roqqa endi javob yozamiz. For example, I have, menda bor. Ana bu gapning egasiga aylandi. Gapning kesimiga qarab, ya'ni harakatga qarab biz egani aniqlab oldik. Endi to'ldiruvchini topamiz. Menda nima bor? Menda nima bor? I have a laptop. Menda kompyuter bor. To'ldiruvchini topdik. Ana endi bundan keyin nima bor degandan keyin mening laptopim, ya'ni o'sha kompyuterim qayerda bor? Qayerda mening kompyuterim bor degan so'roqqa javob topishimiz kerak. At home, uyda mening kompyuterim bor. Qachon bor? O'sha kompyuter uyimda qachon bo'ladi? For example, let's say in the morning. No, in the morning demaylik. Since last year. For example, last year.
o'tgan yildan beri uyimda kompyuter bor ma'nosida. O'zi bu hozir present perfectda berilishi kerak edi. Sizlarga tushunarli bo'lsin deb shu strukturada berdim. Mayli, agar since ishlatmaydigan bo'lsak, always so'zni ishlatsak ham bo'ladi. Always so'zlari har doim egadan keyin keladi, bilasizlar. I always have a laptop at home. Menda har doim uyimda nima bor ekan? Kompyuterim bor deb tarjima qilinar ekan. Xo'p, bu have hasga tuzilgan gap bo'ldi. Endi biz there is there'ni ham o'tgan edik. There is there are ni fe'li, ya'ni kesimi is yoki are bo'lishi mumkin. Biz isni olamiz va oldiga there'ni qo'yamiz. Ular birga keladi. There is bor edi. Ana endi nima bor edi? There is some milk. Bor. Bor. Nima bor? Biroz sut bor. Qayerda bor? In the fridge. Muzlatgichda bor. Qachon bor? In the morning. In the mornings. Let's say. Ertalablari muzlatgichda biroz sut bo'ladi deb tarjima qilinar ekan. Demak, kesimdan keyin nima so'rog'iga javob bo'ladigan so'z, undan keyin joy, ana undan keyin paytni ishlatar ekanmiz. Bugun present simple ni ham ko'pchilik o'tgan bo'lsa kerak, present simple ga ham gap tuzib ko'ramiz. Birinchi kesimni topar ekanmiz, ya'ni nima demoqchi bo'lsak, o'sha gapning harakatini topamiz. For example, we can say travel. Mana travel sayohat qilmoq degan so'z. Endi kim sayohat qiladi? Biz sayohat qilamiz. We travel. Endi to'ldiruvchini biz egani kesimni topdik. Endi to'ldiruvchini topamiz. Biz kimlar bilan sayohat qilamiz? With our family. Oilamiz bilan sayohat qilamiz. Biz qayerga sayohat qilamiz? To Italy. Italiyaga sayohat qilamiz. Biz qachon sayohat qilamiz? Every summer. Har yozda. Mana e'tibor bering, bitta to'liq gap tayyor bo'ldi. Demak, birinchi kesimni topasiz, ya'ni harakatni yozib olasiz. Harakatga savol berib, boshqa gap bo'laklarini birin-ketin yozib ketaverasiz ekan. Bizda boya aytganimdek, qanday so'rog'iga javob bo'ladigan so'zlar ham bo'lishi kerak. Qanday so'rog'iga javob bo'ladigan so'zlar? Bular sifatlar deyiladi va sifatlar har doim otning oldidan keladi. Ya'ni kim, nima va ba'zida qayer so'roqlariga javob bo'ladigan so'zlarning sifatini ifodalab keladigan so'zlar sifatlar deyiladi. Mana bu birinchi gapimizda kim yoki nima yoki qayer so'rog'iga javob bo'ladigan so'zlar laptop va home so'zlari bor, to'g'rimi? Shu ikkalasini oldidan sifat qo'ysak bo'ladi. Misol uchun, I always have a yangi laptop desak, new laptop at let's say at my big home desak bo'larmikan? At my, mening katta uyimda, big home here bo'ladi. Yana ham to'g'riroq bo'lishi uchun at my house deya qolaylik. In my big house. Mening katta uyimda yangi laptopim bor. Demak, sifatlar deb gaplardagi ot so'z turkumiga mansub bo'lgan so'zlarni sifatini ifodalaydigan so'zlarga aytar ekanmiz. Keyingi gapimizda otlar qaysilar? Misol uchun, mana milk, sut, fridge, muzlatgich, ikkita ot so'z turkumiga mansub bo'lgan so'z bor. Endi bularning sifatini qo'ysak bo'lar ekan. Some fresh milk in the new fridge. Okay, in the big fridge, katta muzlatgichda biroz svejiy sut bor deb tarjima qilinar ekan. Ko'rdingizmi? Sifat qo'shib gapimizni yana ham uzunlashtiryapmiz. Yoki keyingi gapimizda family, oila, Italy and summer. Bu yerda ot so'z turkumi 3 ta. Let's say we travel with our big family, katta oilamiz bilan, to a beautiful
Italy. Chiroyli. Italiyaga. To a beautiful Italy every hot summer. Here. Mana. Gapimiz yana ham kengaydi. Biz katta oilamiz bilan chiroyli Italiyaga har issiq yozda sayohat qilamiz deb tarjima qilinadi. Demak, tushunarli gaplar qanday tuzilishi. Birinchi harakatni topib olamiz, ya'ni gapni markazini topamiz, undan keyin egani topamiz, egani qo'yamiz, o'sha harakatga qarab harakatni bajaruvchisini qo'yamiz, undan keyin to'ldiruvchini, ya'ni nima yoki kim bilan, nimaga so'roqlarga javob bo'ladigan so'zni qo'yamiz va undan keyin joydan keyin paytni qo'yar ekanmiz. Gapni yana ham uzunroq qilaman desangiz, bizda nimaga degan so'roq so'z ham bor, ya'ni why, nima uchun, nimaga. Ana endi because, chunki, it is too hot. No, because we can't stand hot weather. Ana. We can't stand degan o'zi bitta tarjima qilinadi, chidab tura olmaslik. Chunki biz issiq havoga chidab tura olmaymiz deb tarjima qilinar ekan. Endi Italiyani o'rniga qanaqadir sovuqroq joyni qo'ysak ham bo'lardi. For example, Italyani o'rniga beach. Sohil desak ham beach. Yeah? Every hot summer because we can't stand hot weather. Mana bu to'liq bitta gap bo'ldi. Demak, quyidagi so'roqlarga javob bo'ladigan so'zlarni ketma-ket o'z o'rnida, o'z navbatida qo'yib ketsangiz, bitta to'liq ma'noga ega bo'lgan gap hosil bo'lar ekan. Bu bugungi darsimiz, bugungi mavzumiz gap strukturasi edi. Ana endi sizlar ham fe'llar topib, ya'ni harakatlar, kesimlar topib, gapni kengaytirishga, gap tuzishga harakat qiling. Shu bilan darsimiz tamom. Kommentga bu darsni yaxshilab ko'rib bo'lganingizdan keyin gruppaga gaplar tuzib tashlashni unutmang. Hammaga xayrli kun.